Qahramonlikning mo'jizalik ta'sirlari. Abduri Hoji Akbar Muhammad Niyoz. Davomi. 7. Bizdan qachon qahramonlar chiqadi? Bu savolning javobi ustidagi savolning javobiga jug'langan bo'lib, qayta ta'kidlash behojat. Shundaqdimi, har holda texmi aniq va yiroq nishon uchun hozirlash kerak bo'lgan tayyorliklarni azroq eslatishni to'g'ri topdik. Har qanday mustamlik qilingan millatda ig'ir darajada axloqiy va ruhiy illatlar paydo bo'lgandan sirt o'zni kamsitib, o'zgini ulug'lash, bir-birini yaratmaslik, o'zaro hasadxo'rlik qilish, o'zaro tishlashib, kuchuklarga kishnashib, xo'jayinlardan kelgan xo'rliqqa chidab, o'z qarindoshlaridan kelgan kichikkina zarbaga chidamaydigan, chivin qo'nsi g'ingshib, kaltak taksichim turdigan, eshakka kuchi yetmasa to'qimini urdigan, Xitoy mijoz va Xitoycha xarakter kuchib ketadi. Uzun muddat mustamlik qilinib, qattiq ezilgan va xo'rlangan millatlarda bu xil qulluq holat, xo'rliq kunib qilish texmo kuchli bo'ladi. Ayni chog'dagi yangi ozodlikka chiqqan Isroil avlodlarida bir avlod almashmay turib, ruhidagi, qonlardagi va gap so'zlardagi aksirash xohishning tipik ifodalari navbatdagi bizlardami aynan ko'rilmoqda. İsrail avlodlari urushdan qo'rqib, Sino cho'lidan chiqib, burunqi yurti Yerusalimga kirishni rad qilgachqa, Xudo ularni bu cho'lda 40 yil qoldirib qo'ygan. Hazrati Musa mo bu cho'lda nodon xalq bilan birga badal to'lab vafot bo'lgan. Yangi bir avlod almashib, burunqi ruhiyati bulg'angan, qalbiga Firavunning hayvisi qo'rqinchi singib ketgan taslimchilar o'lib tugagan hamon İsrail avlodlari vatan, oila, intiqom, haq-huquqlar haqida cho'qon ko'tarishga boshlagan. Shuning bilan ular Hazrati Musodan keyingi yangi payg'ambariga bizga bir dohi tanlab bergin. Alloh yo'lida, adolat yo'lida urush qilayli debdi. Payg'ambari: agar urush buyrug'i kelsa, ijro qilmay, Allohning g'azabiga qolarsizlarmikin desa, ular nemish qitinib olg'udikmiz? Düşmanlar bizni vatanimizdan va avlodlarimizdan ayirib, yurtimizdan qovlab chiqargan tursa, qandaqmi urushdan bosh tortayli debdi. Payg'ambari: undaqda Alloh sizlarga Talutni boshliq qilib berdi desa, ular Talut qandaqmi bizga boshliq bo'la olsin, biz boshliq bo'lishga eng loyiq. Uning yo tuzuk puli bo'lmasa desa, payg'ambari: Alloh uni sizlarga boshliq qilib tanladi. Ilmda va ustixonda sizlardan ortiq qildi debdi. Ular gap tepib berolmay qo'shilibdi. Hozir bizmi yo o'zimiz bir ish qila olmay, yo qila oladiganlarni qo'llab qadriga yetmay, aksicha sunzining 5 ta'limotini tatbiqlab gap tepish bilan avora. Bu bosqichdan tez o'tib ketaylik, bunday gaplar bilan vaqtni behuda xo'rtayotgan qarindoshlarning og'ziga kamtit silib bo'lsin yumdirib, quruq gapni oz qilib, qattiq ishlaydigan holga akilishga kuchaylik. Talut askarlarni turga ayirib, dushmanga qarshi yo'l ustida bir daryo borligini, ussizlik chidamay faqat bir yutumli ichib olganlardan boshqa askarlarning xoin bo'lib ketadiganligini jakalaydi. To'limi afsus. Jonning rahat uchun ko'pincha askar qong'udek ichib olib, bu sinoqdan o'tolmaydi. Faqat 310 kishilar va'dasiga vafo qilib, harbiy buyruqqa bo'ysunib, chidab o'tib ketdi. Düşman ko'zga ko'ringanda yana bir turkum qo'rqinchoq jambaqtilar va to'xo yurak yarmaslar biz chanqab ketgan ozdab düşman bekli ko'p va jangovar ekan. Urushqidek madorimiz yo'q deb umumiy qo'shinning ruhini sundirmoqchi bo'ladi. Heyliqi sinoqdan o'tgan 313 nafar soni oz, ishonchi zo'r, chidamliq askarlar. Alloh xolsa oz sonliq ko'p sonliq ustidan g'alaba qozondi. Alloh chidamchanlar bilan billa deb urushga atlandi. Urushda Davud atliq yosh Jalutni o'ldirib, tarixdan o'chib ketay degan Isroil avlodlariga tarixdagi eng shonliq davr bo'lgan Davud Sulaymon davriga ul soladi. Bu davlatning ta'siri shunchalik zo'r bo'ldiki, yelimi ashu Davud Sulaymon davrini davomli eslash uchun Yahudilar 1969-yildan beri Sulaymon ibodatxonasini qurish uchun tirishayotdi. Hatta kichik o'smirlarga har vaqt bu sharafli vazifani amalga oshirish uchun uda tarbiya berib kelmoqda. Hozir hammamiz Davud, Sulaymon bo'lishni o'ylaymiz-yu, ammo Jalutga qarshi kurash qilishni xohlamaymiz. Shuni unutmaslik kerakki, oldi bilan bir Talut o'ttirg'i chiqsa, ondan qolganlar mamatlik kurashlar natijasida talinib yoki shalinib chiqadi.
Şoňa ajdodlar mardni maydonda sina deb ta'lim bergan. Şoňa aramızda bir talutni tikleyolmay, dal aksicha birsini puli yo'q, yana birisini jamiyati yo'q, yana birlarini birnimiz yo'q deb gap tepib, vaqtni isrof qilaversak, o'z qo'limiz bilan o'zimizning go'rini ko'lgan bo'lamiz. Gerçi hazırki çeçilangılıklar, bölünüşler ve hakazalar görünüşte bizge ziyanlıqdek tursumu, onun içki yüzü tolumu parlaq bir kelgisinden bişaret berip turupdu. Bunu bizden baldır bayık olgan düşman aldın qol silip, Uygurlarını tüptün yok qilish bedlige öz mevcutluğunu saqlap qalmaqçı buluvatıdı. Pravin gerçi hazırda olsa, toğuluştan ilgirla tedbir ilişki başlagan bolsumu, bırak onu özü beqip çoğun qıldı. Andın onun qolu da halak boldu. Anasını ming öldürüp ming tas tug'ilgan bola keyincha dunyoni ming qitim zilzilaga salmay turib o dunyoga ketmaydi. To'lg'a qancha qattiq bo'lsa, yangi hayotlik shuncha shirin va parlaq bo'ladi. Bir kishi payg'ambarimizdan qiyomat qachon deb so'radi. Payg'ambarimiz qiyomatga qanchalik tayyorlik qila olding deb javob berdi. Demak, bu zulm qachon tugaydi? Vatanimiz, xalqimiz qachon qutuldi? Bizden qachon qahramonlar chiqdi degan savollarga men shu kun uchun qanchalik tayyorlik qila oldim, qanchalik odam kuchi, iqtisodiy kuch, bilim kuchi tayyorlay oldim, qahramon bo'lish uchun nimalarni qila oldim yoki qahramonlarni qo'llash uchun nima qildim deb so'rab baqayli. Bu savolga maydimizga mushlab javob beradigan kunimiz dal bizning va millatimizning qayta tug'ilgan kunidir. Dushmanimizning mahshar kunidir. Şoňa o gün zada qachon keladi yoki bizdan qachon qahramonlar chiqdi deb urushdan, batnashdan ilgari hammamiz men o kun uchun qanchalik tayyorlik qildim, men shu qahramon bo'lish uchun yoki uni qo'llash uchun nimalarni qilyapman deb so'rayli. Hammaylan endi tayyorliqim bitdi deb maydimizga uralgan kuni tuyuqsiz bir talut o'ttirg'i chiqdi. Biz shuningga bo'ysunib zamonimizdagi jolut bo'lgan inson qilibidan chiqqan qonxo'r terrorchi banditlarni tarmar qilib jinoyatlardan hisob olamiz. Natijada millatimiz tarixdan buyanqi eng saltanatlik parlaq davrni qayta boshlaydi. Sizlar biror narsani yoqtirmasliginglar mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga aldiranglar. Sura Baqara 216-oyatning bir qismi. Jahannam insonlarni qiziqtiradigan lazzatlik va shahvatlik narsalar bilan yo'gab qo'yilgan. Jannat kishining ko'ngli totmaydigan, insonlar qiziqmaydigan ig'ir ishlar bilan pardlangan. Hadis sharifdan. Xatima. Böğrünün 9 qisıltı ve Uyghur xalqida böğrü ruhini qayta umumlashtirish. Uyghur xalqining simvoli bo'lgan böğrünün 9 qisıltı. 1. Fursat kutish. Böğrü o'zi aciz vaqtda qandaqdir atalmış g'urur uchun o'zining kuchliklariga hujum qilmaydi. 2. Ömlük. Böğrü o'zining kuchlik dushman taqobil turishda cho'qim kollektiv hujumga o'tadi. 3. Özünü bilish. Böğrünün hayvanlar padişahi bo'lish xiyoli bor albatta, lekin böğrü o'zining shir yo'lvas emas, balki böğrü ekanligini asli saqlaydi. 4. Vaziyatga qarab ish ko'rish. Böğrü qanday qilib eng kichik badal bilan cho'ng foydaga erishishni biladi. 5. Tang ilgirlab tang chekinish. Böğrü gerçi tanha yurishni yaxshi ko'rsimi, lekin birlashma hujumda eng ittifoq böğrü yaralangan sabdishini tashlab jang maydonidan chekinmaydi. 6. Özünü hem özgünü tushunish. Böğrü har qanday raqibini hurmat qiladi. Raqibini yaxshi tushunadi. Raqibini sal chag'lamaydi. Shunga böğrü oson g'alaba qiladi. 7. Kuyimchanlik. Erkek böğrü, dişi böğrü hamildor bo'lgandan tortib, böğrü kuchiga tug'ilib taki mustaqil harakat qilguncha ana balani qo'g'daydi. 8. Mustaqil yashash. Böğrü balası mustaqil harakat qilish yoshiga yetgan hamon balasidan ayrilib ketadi. Chunki böğrünün falsafasi böğrü bol, bo'lmasa qo'y bol deganlikdir. 9. Erkinlikni söyish. Böğrü erkin tanha yurib açlıqdan ölüp ketishga roziki, bir parcha tayyorliqmi uchun boshqalarga quyruq shipangshitmaydi. Yuqorqi 9 xislat ajdodlarimizda mujassamlashganda, hozirgi Xitoylar eng ko'ranglaydigan kuchlik imperiyasi Tang sulolasi tutuqbeki Gao Shenzi 751-yili Talasda ajdodlarimiz tarafidan qattiq mag'lub bo'lib, hayvisi yer bilan yeksan bo'lgan.
5 yildan keyin har ikki poytaxti qo'ldan ketgan Tang sulolasi Amir lashkari Gozi 756-yili bo'ri boshliq harbiy bayroqqa 9 ta'zim qilgandan keyin andin Bayanchur qag'an bilan ko'rishib, halok bo'lay degan o'ltini qutqizib qolgan. Qag'an Tang sulolasi beqindi qilib olib, uda 80 yil qaram elga aylantirib qo'ya olgan. Aradan 1000 yil o'tib ajdodlarimiz o'zaro ikki taraf bo'lib, itdek bir-birini tishlashib yurganda, Sadichindan qayta chiqqan Manching banditlar tarafidan Ili va Tarim vodisida daryo qonlar bilan ichki ittifoqsizlikning badali to'lagan. Keyingi 260 yilda bara qo'yga o'xshash ro'y sodda bo'lgan siri beshimizga kelgan balo qazolar texmo haslab ko'paygan. Buni tarixdan oz-to'la xabar bor, har kim obdan biladi. Qaytadan aslidagi jangovar holatimizga qaytimiz deydiganmiz, yuqorqi bo'rining 9 xislatini o'zimizga to'liq tatbiqlashimiz lozim. Bu 9 xislat islom dinimizdami uda ta'kidlangan qimmat qarashlarning eng muhim guharlaridir. G'olib Barat Arik Uyg'urlar madaniyatda chekinish sabablari nomli asrining oxirini mundaq oxirlashtirgan. Xulos qilganda, Uyg'urlar 1600-yildan 1900-yilgacha bo'lgan 300 yil jarayonida turli qismatlarga duchor bo'lib, madaniyatda chekinib ketdi. Burunqi jangovarligini yo'qotdi. Ammo u o'tmish hargizmi hozir madaniyatda olg'a bosolmasligimizning sababi emas. Hozir mas'uliyatni ulardan izlash o'z mas'uliyatini boshqalarga itirishdan boshqa narsa emas. Lekin tarixiy saboqlarni qabul qilishimiz, savalliklar ustida izinib, uni tuzishimiz lozim. Әмді мана insoniyat 21-asrga o'zining turli yangiliklar bilan zamonaviylashib kirsimi, biz to'limi tuvan anda mas va alas salang holda ko'pimiz eshak harosiga o'ltirib kirib keldik. Biz davomliq mushundoq yursak, avlodlarimiz biz to'g'riliq nima deb yakun yozar tarix betiga. To'limi afsus. Hozir vatanimizda bo'layotgan chilg'usiz xo'rliq, inson qalbidan chiqqan jinoyatlarga qarata qarshilik ruhimiz haslab kuchish tugul, kun sari chekinib va bo'shishib ketyapmiz. Aslida Sulton Sutuq Bug'roxondan boshlangan bizga kuch va hurmat berilgan dinimiz va qimmat qarashlarimiz hozirgi kunda bizni texmi yuvashlik bilan zulmga, jinoyatlarga sukut qilishga tasalli beradigan ba'zilash vositasiga aylanib qolyapti. Bu yaxshi ahvol emas. Qiyomatda Alloh taolaning hech bir zolimni so'roqsiz va jazosiz qo'ymaydiganligi hammamiz iymon keltirgan haqiqat. Ammo yana bir haqiqat, texmi aniq qilib aytsak, bir majburiyat bor. U bo'lsa-mu, zolimlardan bu dunyoda qisos elish. Mazlumlik insonga Alloh oldida duosi ijobat bo'ladigan martaba va qiyomatda zolimdan qisos oladigan fursat ato qilish bilan birga, bu dunyoda zulm qarshi kurash qilish vazifasini yuklaydi. Dualarımız zalimlarning bir kechida gumroh bo'lish uchun emas, xatoliklarımızning tuzilishi, to'g'ri yo'limizning tepilishi, kurash qilg'idek kuch va aqlning ato qilinishi, barcha cho'ng-kichik tirishchanliklarimizning natijalik bo'lishi uchunmi turtki bo'lish kerak edi. Qarab baqsaq, Qur'onda payg'ambarlarningmi insoniyat dushmanlarining halokatini tilagan duolarda bir tarafdan Alloh taolodan ularni gumroh qiladigan mo'jizaviy jazolarni tilagan bo'lsa, uningdan ilgirki duolarda o'zining zulmini yo'q qilish vazifasini ado qilish uchun kuch-quvvat va to'g'ri yo'l so'rganligini bayqaymiz. Oxirda bundan 100 yil burun marhum G'ozi Abduqodir Domillam bizga xitob qilgan. Biroq tixchi amalga oshirolmagan bir haqiqatni qaytadan aslatishni to'g'ri topdik. Bu nishon amalga oshsa, bizdagi barcha imkonsiz deb qaralgan ishlar mumkin ishlarga aylanishi, tuzgili bo'lmaydi deb qaralgan illatlar tubdan isloh qilinishi faqat vaqt masalasi bo'lib qoldi xolos. Savol: millatning xor va zabun bo'lishining sababi nima? Javob ikki narsadir. Biri bilimsizlik, yana biri nodonlikdir. Savol: izzat, obro'y va kuch-quvvat nima bilan bo'ladi? Javob: ilm, ma'rifat va ittifoqlik bilan bo'ladi. Shuning bilan qahramonlikning mo'jizalik ta'sirlari degan asrimiz o'sha yerda oyoqlashdi.